62-120 Xitoy keramik grantlardan yana bitta obyektiv topshirib oldi. Nazarbiy harakat mahallada bo'lyapti. Umumiy 12 metr bo'lyapti. Ikkita kolonna bu yoqda. Figurasiga bitta e'tibor qilamiz. Burchaklar hammasi 45 gradus ochilgan. Hech qanday po'killamagan, mustahkam bo'lyapti. Tepalarida 5 sm plintuslari bor. Peshnalari mana chaqla faskalari ideal holatda ochilgan. Mana deb baho beramiz. Asosiy ish bu tarafda 10 metrlik devorimiz. Mana ko'rsatib o'tamiz. Poldan bitta 60 yaxlit qo'yilgan. Tepasiga zavod qilib kesib 10 talik zinasi bor. Bu yerda 15 sm peshana, 5 sm plintus. Plintusga men faska bermaganman. Dogovor qilsak, uni ham qilib beramiz. Atak bu yerda travertin o'zi bo'lib ketadi. O'shaning uchun shart emas bu yerga faska. Mana bu yerga faskani ochganmiz. Asosiy mehrni bu yoqqa berganmiz. Xudo xolasa, donda bo'ldi. Qolagan joylarni tekshirib o'rasizlar. Endi bu yerda joyini kelib hech qanday po'killamagan, xudo xolasa dodda bo'lib turibdi. Mana burchaklarni ham qilib, ichki burchaklarni ham qayaltirib, cho'tki qilib topshiramiz klientimizga. Bitta travertin qilib yuborsalar, xudo xolasa bizning ish ham o'luv bo'lib chiqib keladi. Sokol xizmatlari bo'lsa, kafil xizmatlari bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar.